Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Bugun sizga qadimiy donolik manbai Kalila va Dimna kitobidan olingan ibratli qissani taqdim etamiz. Bu hikoya oddiy hayvonlar obrazi orqali insonning ichki qo'rquvi, makrga uchishi va aqlning qadr-qimmati haqida so'zlaydi. Eshitayotgan hikoyangiz hayotda duch keladigan ko'plab haqiqatlardan darak beradi. Kabutar, tulki va laylak qissasi. Bir kuni bir kabutar baland xurmo daraxti tepasiga inqirdi. Unga tuxum qo'ydi. Oradan vaqt o'tmay, bir makkor tulki daraxt ostiga kelib baland ovozda baqirdi. Agar tuxumlaringni darhol tashlamasang, daraxt tepasiga chiqib, seni ham, bolalaringni ham yeyman dedi. Kabutar qo'rquvga tushdi. O'zini ojiz his qilgandan bolasini tulkiga tashlashga majbur bo'ldi. Vaqt o'tdi. Kabutar yana tuxum qo'ydi. Yana bola ochdi. Ammo yuragida qo'rquv, tulkining tahdidi uni tinch qo'ymadi. Bir kuni osmondan uchib ketayotgan laylak kabutarning g'amgin o'tirishini ko'rib so'radi. Nega bunchalik xafasan? Qaysi dard seni ezmoqda? Kabutar aybdor ohangda javob berdi. Bir tulki meni doim qo'rqitadi. Har tuxum qo'yganimda kelib baqiradi. Men esa hadikdan bolalarimni tashlab yuboryapman. Laylak kulimsirab dedi. Agar tulki yana kelsa, unga shunday de. Bolalarimni tashlamayman. Agar qo'lingdan kelsa, o'zing daraxtga chiqib ol. Men uchib ketaman. Bolalarim senga qoladi. Shundan so'ng laylak dengiz qirg'og'iga uchib ketdi. Oradan ko'p o'tmay tulki yana paydo bo'ldi va odatdagidek baqirak boshladi. Ammo bu safar kabutar qo'rqmadi, dadillik bilan dedi. Agar chiqa olsang chiq, bolalarimni o'zing tortib ol. Tulki bu jasoratda hayron bo'lib so'radi. Bu gaplarni senga kim o'rgatdi? Kabutar javob berdi. Laylak. Tulki laylakni topish uchun iziga tushdi. Uni dengiz bo'yidan topib, makkarona savollar bera boshladi. Ey laylak, shamol o'ngdan essa, boshingni qanday saqlaysan? Boshimni chapga buraman, dedi laylak. Yaxshi, agar shamol chapdan essachi? Boshimni o'ngga olaman yoki orqamga o'giraman, dedi laylak. Unda shamol orqadan essachi? Laylak dedi. Boshimni qanotlarim ostiga olaman. Tulki esa jilmayib dedi. Boshingni qanotlaring ostiga qanday olishingni menga bir ko'rsatchi. Laylak sodda ishonuvchanlik bilan boshi va bo'ynini qanot ostiga oldi. Shu ondayoq tulki fursatdan foydalanib unga tashlandi. Bir lahzada uni o'ldirdi. So'ng dedi. Ey laylak, kabutarga aql o'rgatishni bilasan-u, nega avval o'zingga o'rgatmading? Bu ibratli qissa bizda shuni anglatadi. Hayotda kabutar kabi qo'rqoq odamlar ham uchraydi. Ular tahdidga tez ishonadi. O'z ne'matlarini o'z qo'li bilan yo'qotadi. Laylak kabi odamlar ham bor. Ular boshqalarga nasihat qiladi, ammo o'zlari o'sha nasihatga amal qilmaydi. Haqiqiy dono esa tulkidek nayrangbozlarni tez anglaydi, qo'rquvga berilmaydi va avvalo o'z aqlini amalga foydasini ko'rsatadi. Ey inson, agar hayotda xotirjamlik va lazzat istasang, har bir so'zni
chin deb qabul qilma. Makkorlar juda ko'p. Agar ularning hiylasi va vasvasasiga uchsang, ular seni ham halokatga yetaklaydi. Unutma, aql ishlatilsa egasiga foyda beradi. Ishlatilmasa egasidan yuz o'giradi. Agar hikoya sizga manzur bo'lgan bo'lsa, videoga like bosing, fikringizni qoldiring va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Yangi ibratli hikoyalarga ko'rishguncha xayr, sog' omon bo'ling.